Assalomu alaykum, efirda Texnoxabar. Xitoyning Baidu kompaniyasi sun'iy intellekt sohasidagi raqobatda o'z o'rnini mustahkamlash maqsadida ikkita yangi sun'iy intellekt modelini ishga tushirdi. Ulardan biri Ernie X1 mantiqiy fikrlashga yo'naltirilgan bo'lib, DeepSeek R1 modeli bilan teng darajada ishlash qobiliyatiga ega. Ammo narxi 2 barobar arzon. Ernie X1 nafaqat rasmiy yozilgan matnlarni, balki hazillar va majoziy ifodalarni ham to'g'ri anglay olishi, foydalanuvchi tomonidan berilgan ma'lumotlarni umumlashtirib, ulardan xulosa chiqarishi mumkin. Ikkinchi model Ernie Toru 5 ko'p formatli ma'lumotlarni tushunish, ilg'or til qobiliyatlari, mantiqiy fikrlash, xotira qobiliyatlari bilan ajralib turadi. Masalan, u videolardan vizual ma'lumotlarni analiz qilib, uning asosiy mazmunini tushuntirib bera oladi, yoki dasturchilar uchun model kodni tushunib, xatolarni topishi va yangilash bo'yicha tavsiyalar berishi mumkin. Ernie Toru 5 inson nutqini tovush orqali tushunib, ovozli so'rovlarni tahlil qilishi, javob bera olishi mumkin. Bundan tashqari, u yuqori emotsional ko'rsatkichlarga ega bo'lib, internetdagi memlar va hajviy karikaturalarni oson tushunishi bilan ajralib turadi. Ya'ni u berilgan matnni yashirin ma'nolarni, masalan, hazil yoki kinoyalarni ham anglay oladi. Sun'iy intellekt modellari odatda uzoq vaqt davomida oldingi javoblarni unutib qo'yishi mumkin. Ernie Toru 5 esa uzoq muddatli xotira tizimiga ham ega. Bu esa unga foydalanuvchining oldingi so'rovlarni eslab qolib, keyingi savollarni aniqroq tushunish va ko'p bosqichli vazifalarni bajarish imkoniyatini beradi. Baidu ilgari ChatGPT uslubidagi chatbotni taqdim etgan bo'lsa-da, mazkur ishlanma kuchli raqobat tufayli ommalasha olmadi. Yangi modellar sun'iy intellekt sohasidagi global raqobatda Baiduga qo'shimcha ustunlik berishi kutilmoqda.